Tailand va Kambodja urushi. ...2025-yilning oxirida dunyo yana bir haqiqatni angladi. Tarixiy bahslar tinch yo'ldan, ya'ni diplomatiyadan chiqsa, qurolli to'qnashuvga aylanishi mumkin. Bu haqiqatni esa Tailand va Kambodja o'rtasidagi nizo yana bir bor isbotladi. 7-dekabrda qayta avj olgan to'qnashuv Janubi-Sharqiy Osiyoni halokat yoqasiga olib keldi. Nizo sabablari. To'qnashuvning ildizlari tarixga borib taqaladi. Tailand va Kambodja chegara chizig'i bo'yicha o'nlab yillardan beri bahs qilib keladi. Ayniqsa Preah Vihear ibodatxonasi va unga yaqin hududlar atrofida xalqaro qarorlar bir necha bor nizoni hal qilishga uringan, ammo milliy tuyg'ular va bu yerlarning strategik ahamiyati uni doimiy taranglik manbaiga aylantirgan. 2025-yil 28-mayda Tailand va Kambodja o'rtasidagi janglar boshlandi. İlk haftalardayoq taraflar og'ir artilleriya va aviatsiyadan foydalandi. Tailand kelajakdagi tahdidni bartaraf etish va raqibning kuchlar muvozanatini o'zgartirish oldini olish maqsadida preventiv zarbalar huquqini e'lon qildi. Bu choralar rasmiy Bangkok tomonidan o'zini himoya qilish zaruriyati bilan izohlandi. Kambodja esa qo'shnini agressiyada va tinch aholi zarba berganlikda aybladi. 28-iyul kuni Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda tomonlar shartsiz va darhol kuchga kiruvchi o't o'chirish to'xtatish haqida kelishuv imzoladilar. Ammo bu kelishuv uzoqqa cho'zilmadi. Yoz va kuz davomida otishmalar hamda mahalliy to'qnashuvlar qayta davom etdi. Dekabrdagi keskinlik. 2025-yil 7-dekabrda chegara hududida ikki davlat harbiylari o'rtasida 40 daqiqa davom etgan otishma boshlandi. Natijada ikki tailandlik harbiy yaralandi. Shundan keyin Tailand hukumatı chegaraga yaqin viloyatlardan aholini evakuatsiya qilishga qaror qildi. 8-dekabr tongda esa Kambodja Tailandning Anupong harbiy bazasiga avtomatlar, pulemyotlar, minomyotlar va artilleriya bilan hujum qildi. Natijada bir tailandlik harbiy halok bo'lib, 8 askar yaralangan. Javob sifatida Tailand havo kuchlari F-16 samolyotlarini ishga solib, Chong'an-ma hududlaridagi Kambodja artilleriyasiga zarba berdi. Kambodja rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 7-dekabrdan beri 9 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Yana taxminan 20 kishi yaralangan. Bu qurbonlar chegaradagi yaqin qishloqlarga qilingan artilleriya va havo hujumlari bilan bog'liq. Tailand esa 4 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lganini va 68 nafar askar yaralanganini tasdiqladi. Ulardan ko'pchiligi minomyot o'qlari va front chizig'idagi otishmalarda jabrlangan. Shunday qilib, ikki tomonning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 7-dekabrdan beri jami 13 kishi halok bo'lgan va qariyb 90 kishi yaralangan. Tomonlar pozitsiyasi. Tailand Mudofaa vazirligi hujumni qo'zg'atganini rad etdi. General Natapxol Nakpanich yaralangan askarlar Kambodja tomonidan otishma bo'lganining isboti ekanini ta'kidladi. Tailand armiyasi Kambodja chegaraga og'ir texnika olib kirganini va birinchi bo'lib o't ochganini bildirdi. Kambodja esa aksincha o'z qo'shnilari Tailand tomonidan otishmaga uchraganini va o't ochishni to'xtatishga chaqirganini ma'lum qildi. Phnom Penh Anupong bazasiga hujum qilganlik ayblovini qat'iy rad etdi va Bangkokni asossiz zarbalarda aybladi. Kambodja rasmiylari tinch aholi orasida halok bo'lgan va yaralanganlar borligini qayd etib, ASEANga tergov o'tkazishni so'rab murojaat qildi. Gumanitar oqibatlar. Bu fojia ko'lami o'lkan. Ikki davlatda 500 milliondan ortiq odam uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Tailandda 400 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Kambodjada esa 100 mingdan ortiq kishi o'z manzilini tark etdi. Evakuatsiya qilinganlar oziq-ovqat va tibbiy yordam tanqislikda kun kechirmoqda.
chegara hududlaridagi infratuzilma esa jiddiy vayrona bo'lgan. Tinchlik kelishuvi. 21-iyulda Tailand Kambodjani chegara hududida minalar o'rnatishda aybladi. Bu voqea natijasida 3 tay askar yaralandi va yangi nizo kelib chiqdi. To'qnashuv 5 kun davom etdi. Natijada o'nlab tinch aholi qurbon bo'ldi. 28-iyulda Malayziya vositachiligida o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv imzolandi. Keyinroq 26-oktyabrda bosh vazirlar Hun Manet va Anutin Charnvirakul tinchlik kelishuviga erishdi. AQSh prezidenti Donald Trump esa nizoni hal qilishda o'zini asosiy omil sifatida ko'rsatdi. Ammo 10-noyabrga kelib Tailand kelishuvlarini to'xtatdi va mintaqadagi taranglik yana kuchaydi. Nizo ahamiyati. Bu to'qnashuv oddiy mahalliy urush emas. U asrlar davomida to'plangan tarixiy yaralar va bir millatning boshqa millat ustidan hukmronlikka intilishi ifodasi bo'lib, diplomatiya bilan osongina hal qilib bo'lmaydi. Mintaqa aholisi uchun bu urush fojia, siyosatchilar uchun katta sinov. Butun dunyo uchun esa 21-asrda ham hududiy nizolar qon to'kilishiga olib kelishi mumkinligining yorqin isboti. Xulosa: janglar boshlanganiga yarim yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, vaziyat hali ham keskin. Vaqtinchalik tinchlik kelishuv qog'ozda mavjud, ammo har qanday paytdagi yangi otishmalar boshlanishi mumkin. Mintaqaning kelajagi Tailand va Kambodja tinchlik yo'lini topa olmasligiga bog'liq. Hozircha esa chegara ikki davlat uchun jang sahnasiga aylangan. Janubi-sharqiy Osiyo esa har kuni yangi urush boshlanishi xavfi ostida turibdi. Paradigma.uz'ni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.